Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını biləsiniz. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning tarixiy izlarini bir-birlab yo'q qilmoqda. Erkin Asiya radiosining dalillashicha, tajovuzchi Xitoy G'ulji shahridagi qadimiy Baytulloh masjidini chiqishni planlagan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin xalqaro jamiyatni, jumladan islom dunyosini bu xil buzg'unchiliklarga sukut qilmaslikka chaqirdi. Yaqında ba'zi tordoshlar vatanimiz Sharq Turkistonning G'ulji shahridagi qadimiy Baytulloh masjidining chiqildiganligini inkos qilgan edi. Bu munosabat bilan Erkin Asiya radiosining Ili oblastlik Xitoy Kommunist partiya komiteti, G'ulji shaharlik diniy ishlar idorasi va yerlik soqchi o'rinlariga telefon qilib dalillashicha, qarshi taraf Xitoy hukumatining Baytulloh masjidini chiqish planini inkor qilmagan. G'ulji shahriga joylashgan Baytulloh masjidi qadimiyligi, qurilma jihatdan zamonaviyligi, shundaqla ko'plagan tarixiy shaxslarning qoldirgan izi va ajri singan bo'lishi bilan, bo'libmi ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganda, Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatining diniy faoliyat so'rini bo'lishi bilan, G'ulji xalqining, jumladan Sharq Turkiston xalqining eng qimmatli tabarruklaridan biri sifatida xotirlanib, qo'g'dilib kelgan edi. Erkin Asiya radiosining jurnalisti Shuhrat Toshur mazkur uchurning to'g'riliqini oydinlashtirish uchun oldi bilan Ili oblastlik Partikom birlik saf idorasiga telefon qilgan bo'lib, uning telefonini qabul qilgan mazkur o'rinning xodimi Baytulloh masjidining chiqilish planini inkor qilmagan va bu haqda Abdurahmon ismli bir mas'ul xodimning xabari borligini aytgan. Shuhrat Toshur orqadan G'ulji shaharlik diniy ishlar idorasiga telefon qilganda aloqador xodim qo'llarida Baytulloh masjidini chiqishga aloqador uqtirish borligini aytgan bo'lib, o'xshashla G'ulji shaharlik soqchi idorasi xodimi qo'llarida Baytullohni chiqish haqida uqtirish borligini, masjidning oldimizda kaptillarda chiqildiganligini bayon qilgan. 喂，你好，这是一的统战部吗？啊，是，就白兔子清真寺，是不是这个对的这个信息？啊，对。 Miladi 1760 yil qurilgan Baytulloh masjidi ayni vaqtda G'uljidagi Tungallarning cho'ng masjidi va Tatar cho'ng masjidi bilan birlikda G'uljidagi 3 cho'ng masjid deb atalgan bo'lib, bu masjid 1865 yili bir qatim kengaytirilgan. Oradan 116 yil o'tganda, ya'ni 1981 yili yana bir qatim yangilangan. 1995 yillarda Uyg'ur korxonchilarining talashib mablag' silishi va Saudiya Arabistondagi dangliq boylarning mablag' yordam qilishi bilan hozirgi zamonaviy qurilmaga ega Baytulloh masjidi qaytadan qurilish qilinib, 2003 yili masjid munori asldagi holatini saqlagan holda Uyg'ur islom binokorlik uslubida qaytadan silinib xalqqa ichib etilgan edi. Baytulloh masjidi tashqi hovli qismi, o'rta hovli, ikki namoz zali va yer osti qismiga bo'lingan bo'lib, masjid ichiga bir vaqtda 700 dan 800 gacha odamni sig'dira oladi. O'tir zal 510 kvadrat metrlik bir zal bo'lib, o'g'zini tirab turadigan 40 turik va 200 xildan ortiq Uyg'ur naqqoshlik madaniyatining mujavharlari naqshlangan. Qurilish tamomlangandan keyin masjidning umumiy ko'lami 6950 kvadrat metr, qurilish ko'lami 5223 kvadrat metr bo'lib, yer osti qavatini o'z ichiga olgan 4 qavatli bu masjidning yer osti qavati va birinchi qavati savdo rayoni, ikkinchi va uchinchi qavatlari namoz zali bo'lib, bir vaqtda 3000 dan 5000 gacha odam namoz o'qiy oladi. Xitoy hukumatining masjidlarni nishon qilishi yangi bir hodisa emas bo'lib, buningdan burunmi Sharq Turkistonning har qaysi shaharlarida, yezi kentlarida 2017 yildan buyon nurg'un masjidlarni vayron qilgan edi. Masalan, Urumchidagi Daryobo'yi masjidi, Baytulloh masjidi, Yo'pirg'i masjidi va Poyezd stansiya masjidi ana shu chiqib etilgan masjidlardan bo'lib, tajovuzchi Xitoy bu qatim qora qo'lini G'uljidagi Baytulloh masjidiga uzatishi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning qadim madaniyat, tarixiy izlarini o'chirishning davom qilayotganligining isbotidir. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin bu vaqt fikr bayon qilib, Xitoyning Uyg'ur madaniyatini tub yiltizdan yo'qotish uchun qo'lidan kelgan barliq zo'ravonlikni qilib kelayotganligini, Xitoyning bu qilmishini irqiy qirg'inchilik maqsadidagi madaniyat buzg'unchiligi va islom dushmanligi deb ta'kidlab, xalqaro jamiyatni, jumladan islom dunyosini bu xil buzg'unchiliklarga sukut qilmaslikka chaqirdi.
Dünya Uyghur Qurultayı birga yetib kelgan Muborak Ro'ziyet va Uyg'ur xalqining an'anaviy Navro'z bayramida Myunxenda ikki bayramni kutib olish munosabati bilan cho'ng tipdagi yetlishish va madaniyat faoliyati o'tkazadi. Dünya Uyghur Qurultayıning o'rinlashtirishida va Dünya Uyghur Qurultayı Madaniyat Komitetining tashkillashida 22 mart kuni Germaniyaning Myunxenda birga yetib kelgan Muborak Ro'ziyeti va Uyg'ur xalqining tirilishiga yangidan jonlanish qismi qilingan an'anaviy Navro'z bayramini tabriklab, cho'ng tipdagi madaniyat, san'at va yetliq faoliyat o'tkazadi. Bu faoliyatga Germaniya va Yevropaning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoati qatnashish bilan birga Norvegiya, Gollandiya, Shvetsiya, Angliya va Turkiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur san'atkorlar qatnashib, muhojiratdagi xalqimizga Uyg'ur madaniyatining nodir san'at nomerlarini taqdim qiladi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayıning sobiq raisi Dolqin Isa Efendi sinliq taklifnoma e'lon qilib, Uyg'ur jamoatini bu qo'sh bayramni birga tabriklashga chaqirdi. Assalamualaikum, dünyanın her qaysi joylaridagi aziz vatandaşlar, cümleden Germaniyadagi aziz vatandaşlarım. Dastlabki onu rahmat, keyingi onu mag'firat va eng oxirgi 10 kuni abadiy azobdan qurtulish bo'lgan Ramazon oyimizning eng oxirgi kunlariga yaqinlab kelyapmiz va tashnalik bilan Ramazon bayramini, ya'ni ro'za hayitimizni to'p ko'z bilan kutyapmiz. Allohning rahmati bilan bu qatim ro'za hayitimiz bilan bizning tirilishimizning, bahorning, jonlanishimizning, yangi yilimizning boshlangan kuni bo'lgan Navro'z o'xshash kuniga to'g'ri kelganligi uchun bu ikki qo'sh bayramni birga tabriklash uchun tayyorlik qilyapmiz. Yevropaning har qaysi joylaridan keladigan san'atkorlarimiz o'zining nodir go'zal asarlari bilan Angliyadan, Norvegiyadan, Turkiyadan, Gollandiyadan, Germaniyadan, mushu o'xshaydigan davlatlardan kelgan san'atkorlarimizning mahorat ko'rsatishi bilan ma'naviy hayotimizni jonlantirish, chanqan dillarimizga azroq bo'lsin bir malham berish munosabati bilan 3. ayning 22. kunisi Myunxenda bütün yurtdoshlarimizni hem ro'za hayitlik hem bizning Navro'z bayramini birga tabriklash markamizga kutyapmiz, sizlarni taklif qilamiz. Bu kunni boshqa ish o'rinlashtirmay, mishada millatcha bir to'y shaklida xotirlashni orzu qilamiz. Marhamat, sizlarni kutyapmiz. Dünya Uyghur Qurultayı Madaniyat Komitetining mudiri, Norvegiyadagi muzikant Mo'minjon Rahmonjonmo bu haqda vatandan uzoq yashayotgan muhojiratlik xalqimizning chanqigan dillariga ma'naviy oziq berish va ikki bayramni birga tabriklash uchun bu faoliyatni tashkillanganligini aytib, mundaq deydi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Alloh xolisa biz mush 3 ayning 22 kuniga Myunxenda shu yetliq va Navro'zliq to'y ma'rikimizni jamoatchilikka beradigan bir ko'ngil so'g'imiz, o'zimizning vatandan, o'zimizning to'proqlaridan olib chiqqan shu Uyg'ur san'at, Uyg'ur madaniyatini, ya'ni o'z xalqimizga qaytarib berish maqsadida bir faoliyat olib bormoqchi. Shu bu faoliyatga kelalaydigan, qadam tashlab qolaydigan shu Uyg'urlarimizning yoki boshqa bizning Uyg'urlarga qiziqadigan qarindoshlarimizning kelib qatnashib o'zining ko'nglini, do'stlarining ko'nglini va shu jamoatchilik bilan birga bo'lgan qarindoshlarimizning ko'nglini birlikda xo'sh qilib, bir arada bir jam bo'lib mushuklarni o'tkazishga hammalarning chin ko'ngildan taklif qilaman. O'zimizning jamoatchiligining bir yilda texmi yaxshi, texmi mo'lsulluq xizmati va aqliy kuchining joyida turib, o'zini kuchli qilib yashash uchun o'sha ko'ngil oziq. Xitoy Sharq Turkistonda 1 martdan boshlab maxsus Uyg'urlarga qaratilgan atalmish maxfiyatlik qonunni ijro qilishni yo'lga qo'ygan. Xitoy hukumatining mazkur qonunida hukumat xizmatchilariga nimalarni desa bo'lmaydiganligi, qayerlarga sayohatga borsa bo'lmaydiganligi va kimlar bilan so'zlashsa bo'lmaydiganligini aniq belgilab beradigan bo'lib, zarur tepilganda bu cheklamalar ular uchun butun umr bo'yi ijro qilindi ekan. Mazkur qonun bo'yicha Xitoy mustamlika ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonda yez kentlarga maxfiyatlik amaldorlarni tayinlab, hukumat sistemasidan chiqqan uchurlarni sun'iy idrok orqali nazorat qilishni talab qiladigan bo'lib, jurnalistlar, chet el hukumatlari yoki kishilik huquq tekshiruvchilari bilan so'zlashgan har qanday kishining jinoyat ishlaganlik bilan ayblanganligini ochiq bekitgan.
Bu qonun Xitoyning davlat miqyosida yo'lga qo'yilgan davlat maxfiyatligini saqlash qonunidan ayrim holda atalmish Uyg'ur rayonlik qonun chiqarish organi tomonidan 2025-yili 26 noyabrda ma'qullangan maxfiyatlik nizomi asosida tuzilgan bo'lib, kishilik huquq faoliyatchilari va analizchilar buni tüp maqsadning Xitoy hukumati Sharq Turkistonda elib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun deb qaramoqda. Bu qonundagi eng muhim moddalarning biri lager va turma xizmatchilari, boshqaruvchilarni va amaldorlarni nishon qilgan bo'lib, mazkur qonunda maxfiy uchurlarga erisha oladigan har qanday hukumat xizmatchisi vazifasidan ayrilgandan keyin qonunda maxfiyatlikni yeshish mezgili deb atalgan bir bosqichga kirdi ekan va bu mezgilda ularning chet elga chiqishi ma'ni qilinib, o'zlari biladigan uchurlar haqida har qanday shaklda oshkorlashni jinoyat deb bekitdi ekan. Shundaqla nopus xotiralari, tug'ilish statistikasi, diniy tizimlash sonliq ma'lumotlari, gazet jurnallar, televiziya, tor supulari yoki shaxsiy ijtimoiy taratquy hisobotlarda maxfiy deb qaralgan uchurlarni e'lon qilishi davlat bexatarligiga tahdid deb bekitilgan. Muhabizachi gazetining xabar qilishicha, Italiya doiralari chegara halqigan bostirishga qatnashgan 8 Xitoy fuqarosini davlat bexatarligiga tahdid shakllantirgan degan sabab bilan Shangan rayonidan qo'g'lab chiqargan. Bu 8 Xitoy fuqarosidan 3 kishi darhol qo'g'lab chiqarilgan. 4 kishi o'z ixtiyorligi bilan chegaradan chiqib ketgan. Bularning ichidan bir Xitoy siyosiy panohlik tilganda qo'lga ilingan. Italiya tarafining bu qarori Xitoyning Li familiyalik dongli Xitoy o'qitichiga qartilgan nazorat qilish, bo'zaq qilish va tahdidlarni tekshirishdan keyin chiqarilgan. Italiyaning bu qo'g'lab chiqarish qarori Xitoyning Italiya zaminida elib borgan davlat halqigan bostirishiga qarshi tunji qitimli qattiq harakat qo'llanganligi bo'lib hisoblandi ekan. Muhabizachi gazeti ilgirmi Xitoyning davlat halqigan bostirishining bir qismini xotiralarini e'lon qilgan. Bu bostirishlar Li familiyalikni Xitoy tarafining o'tgan 3 yildan buyon Italiya ichida nazorat qilish, qo'rqitish, besim ishlatish, uni faoliyatlardan voz kechib Xitoyga qaytishga majburlash, torda qarchaplash, shaxsiy uchurlarni oshkorlashdan yurtidagi ota-onasiga tahdid silish, Xitoydagi uning agash kuchlarini tutqun qilib so'roq qilish qatorliq jarayonlarni o'z ichiga oladi ekan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.